Uyum dadavaşli tuxum beribdi. Voy, muncha zo'r qani? Ya bu tuxummas jo'ja-ku. Voy, uzoqdan tushganman-ku. Yo'lda kelguncha jo'ja bo'lib qopti. Yaxshi qo'shni davlatdan tushmagansan. Bo'lmasa birato'la grill bo'lib kelar ekan. Sous bilan jeb o'tiraylik keyin. Kelin, siz ham rosa zerikib ketdingiz. Uyingizga bir kunga borib kelag'ang. Yo'q, o'zi yaqindagina o'tgan yili bordim-ku. Birdan endi kelasi yil boraman. Tavba, bizarkilar bo'lsa uchib ketadi. Keliningiz toza eslay. Eslamas, uy uzoq. Ruxsat bergan bir kunim yo'lda ketib qoladi. Shunga ketmayapti. Uzoqdan tushganlarga bir kunga ruxsat berish qonni och odamga ovqat tomashi qiliki, yema degandek gap ekanda. Yuring, uyimga ketamiz. Jura, shu kungacha nechta uyimga ketaman degan xotinni ko'rganman-ku. Yerini yaxshi ko'rgandan birga ketaylik degan xotinni birinchi marta ko'rishim. Ha, yaxshi ko'rganman emas, birozda tikkan to'yda uylanganman-ku. Uyga boradigan yo'lni bilmaydi, shunga birga ketaylik deyapti. Uylar muzlab ketdik. Dadamlarkidan 10 xalta ko'mir bilan 4 xalta tapib bor ekan, berarsinmi? Kerak emas. Bizlar martda urur qo'ymadi. U dadangning hapshamida bo'lsa, tapkigacha bahor keladi. Hamsalarda qiz qurib qolganmi? Rizoga chaqirganmi deylar? Rizoga nima aytibchi? Bu Toshkentdan barcha viloyatlarga qatnaydigan taksi ilovasi orqada mazza qilib 2 kishi ketiladi. Ilovadan chaqirsang lokatsiya tushuntir, narx tanlash, odam ko'p degan dahmasalar bo'lmaydi. Istalgan joyingdan olib, istalgan joyingga tashab qo'yadi. Ilovani App Store bilan Play Market'ga chiqarsa bo'lar ekan. Pochta xizmati ham bor ekan. Qarazonlar borda ayangashdan o'tkazsalar qayt. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi bo'lmasin yana, tushundingmi? Alo, xotin, siz bo'lmush bo'lib qoldim. Qachon kelasan? Kecha kim uchaloq bo'ldi. Yana kim juramanmi? Birdan shunisini to'yni o'tkazib boraman. Nima? Ha, onasini uzoqdan uylansang har pilladan bir pilla uyga ketmagani yaxshi. Lekin shu bir ketsa biriga qilib ketgan joman ekanda. Voy uka, men sizni tushimda ko'rganman. Juda muhim tush aytmasam bo'lmaydi. Tush suvga aytilmasmidi? Yo'q, o'zingizga aytishim kerak uka. Hayot mamot masalasi. O'ldi, yangi biznes boshlab qo'ydim. Ish qilibgina yaxshilikqa bo'lsin. Ha, ayting. Xullas tushimda sovqotib ketyapman. Yuring, ko'fi abraman, yuring. Xullas tushimda siz. Men Siz. Xo'sh. Baribir sovqat ketyapman, ustim yupqada. Aytsangiz bir sekundda vaqtingiz ketadi. Sovuqda o'lib qolmaysiz-ku. Aytmasangiz aytmang, qiziqmas. Nahotki sizga oilangizni kelajagi qiziqmas? Tush, siz va xotiningiz haqida. O'ldi, xotini yaqinda pravo olgan. Mashina minib chiqib ketdi. Juring opa, kiyim abraman, keyin aytib berasiz, juring. Kakras hozir Indinimni barcha filiallarida ayrim mavsumiy kiyimlarga 10% dan 40% chegirma e'lon qilinibdi. Masalan, 199 ming bo'lgan bunaqa chiroyli kardiganlar 169 ming, 109 ming bo'lgan amerikankalar 89 mingga skidkaga tushibdi. Ikkosidan ham olaman. Hayajonlanib tush esingizdan chiqib ketmasin. Yana 429 ming bo'lgan plashlar 379 ming. U ham mayli, 399 mingdan bo'lgan paltolar 159 mingdan bo'pti. Uchosidan ham olaman. Opa, sovqat ketdim. 3 sirama kiyim oldingiz. Men bir siramasiga to'layman. Ukajon, men tushimda ko'rgan narsa xotining bilan ajrashib ketishingga sabab bo'lishi mumkin. O'layin, xotin Telegramda tutgan. Bo'ldi opa. Mana jaket plashdan ham beraman. Avval 399 ming bo'lganiga hozir skidkada 349 ming. Faqat tushda aytib bersangiz bo'ldi. Mana opa, 3 sirama kiyim berdim. Endi tushda nima ko'rganingizni aytib bering. Xullas tushimda siz. Men. Menga indinimdan 3 sirama kiyim beribsiz. Bo'ldimi? Buni xotinim bilan ajrashib ketishimga nima aloqasi bor? Ha, 3 sirama kiyimi begona ayolga berganingiz xotiningiz bilib qolsa bormi? To'chni ajrashib ketishi mumkin. Davay, shuning uchun bildirmang. Tush deb tushirib ketdik-ku bu.